Hop, ish yomon qaynab ketdi. Uchta suvarish ish qilayotganimizda ish yo'q edi. Bir oylab o'tirdik. Mana bitta o'zim qolib ketdim. Yonyapti ish. Turbalarni stikovat qilib turib, turbalarning yo'lini железнодорожный poyezd yo'li chekalariga 15 metr burda chuqurlab turib, turbalarni 15 metr chuqurlikka tushirilyapti. Bu yerda tagidagi temperaturasini tekshirish uchun. Bo'ldi, kraskalar men svarka qilib chiqdim. Bor. Poyezd yo'ldagi o'sha. Poyezd yo'l tugashiga. Ekskavator keldi. Ekskavator svarka qilib, uni bo'lib, xullas ish qaynab ketdi. Ulardan so'rab o'tiramiz. Mana ichki tomondagi razmeri 1.52 bo'lish kerak ekan. O'shanda shuna poyezd yo'liga olib borganda bir-biriga to'g'ri kelib, poyezd yo'li qatirlar ekan. Sobir aka buni kraska qilyapti. Mana bu qorani oralari oq kraska bo'ladi. Sobir aka salom deb qo'ymaysizmi? Assalomu alaykum. Alaykum. Charchamang. Doish olib turamiz. Qo'llab-quvvatlab, like'larni bosib turing. Mana JK, Joxa